Assalomu alaykum YouTube ahli. Men bu yerda yangiman. 27-mart Rossiyaning Moskva shahrida dastavkada ishlayman. Arendadagi mashinam. Men 2017-yili shu Adin Expert kontorasiga pul tiqib shuncha qarzlarga kirib, orada nolga tushib qolgan insonman. Mana hozir Allohga shukr, shu noldan chiqish asnosida Moskvaga kelganman. Kelganimga 6 oycha bo'lib qoldi. Xudo xohlasa, bundan keyingi hayotimni sizlarga yoritib boraman. Qo'llab-quvvatlanglar, inshaalloh. Qimordan chiqib ketishim kerak. Eng katta xatoyim o'sha qimorni o'ynaganim, o'sha qimor sabab ko'p narsani yo'qotib qo'yganim.